yutqazganing uchun tabrikib o'ynayapti degan qiziq. Mana do'stlar, onasi qo'rqib, yaxshimisiz? Maxluq kelganini qo'rqib o'tiribdi. Balkim yordam berar. O'yinlar. Что? Куда я попал? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hammaga do'stlar, sizlar Red Dream kanaldasizlar. Bugungi videoda do'stlar, Schoolboy Runaway o'yiniga yana bir marta qaytdim. Yutish uchun emas, o'zimning asablarimni charchashim kelmayapti, shuning uchun bugungi videoda buglarni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, hozir birinchi bugga o'tamiz. Parolni terarkanmiz. Xo'sh, terminal bo'limiga o'tib Cloud spawn deb yozsak, tekshirib ko'ramiz. O'xshaydimi yoki yo'qmi? Men do'stlar, Чтобы я и kelib учил qoldik, уроки. yana shu Это несовместимые вещи. kompyuterni yoqamiz. Yo'q, biz o'ynamayapmiz. Biz просто bug tekshiryapmiz. Kim bilan, balkim oxirida aniq qo'yarmiz. Oxirga yetkazib qo'yarmiz. Andrew 2002 yili. Sizlar yilni qo'ysanglar kerak, sizlar ham. Cloud spawn. Boshladik. O'xshaydimi yoki yo'qmi? O'xshadi. Xo'sh, shunda maxluq paydo bo'lish kerakmi? Davay. Onasini aniq qilamiz, o'zimiz bir ko'chaga chiqib kelamiz. Boryapman. Onasini bir ko'chaga chaqirib kelsak. Maxluq bo'lish kerak. Maxluq qayerda? Onasi ham qo'rqardi-ya. Dedi. Hop. Maxluq bizni yeb qo'ysa yana. Ana! O'xshadi. Otasi qo'rqmasa-ya. Qani qayerga ketyapti? Ko'raylik, mana yuribdi. Ya. Oyi, deyapti. Bizga qarab kelyaptimi? O'yin adashmasam atayin bu bug'ni qo'ygan bo'lsa kerak. Onasi hozir vannada o'tirgan bo'lishi kerak, qo'rqib. Может, попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Нужно только создать повод. Mana, do'stlar, onasi qo'rqib, yaxshimisiz? Maxluq kelganini qo'rqib o'tiribdi. Balkim yordam berar do'stlar. Mana shu bug sizlarga qochishga yordam berar. Lekin yaxshi bug ekan. Menga yoqdi. Maxluqda ham bir ko'raylik, shu bilan keyingi bugga o'tamiz. Qani? To'xtanglar, mayli, bitta mana shuni ham sinab ko'raylik. Yeb qo'ysa nima bo'lar ekan? To'g'rog'i mana aniqladi-ku. А что, если отключить вытяжку? deb baqiryapti onasi, lekin ularni qo'ymabdi. Xo'p, maxluq topilmadi. Shuncha vaqtdan beri aylanib yuribman. Xo'p, bo'ldi do'stlar. Keyingi bugga o'tsak ham bo'ladi. Do'stlar, bitta bug o'tgan safar ko'rgandim, videosini topolmadim. Короче, qochmoqchi bo'lsa, 23 martami, nechidir marta mana buni jinayataversa, oxiri onasi aniqlar ekan. Eshikni ochar ekan, o'zi bizga ochib berar ekanda, eng qizig'i. Shuni sinab ko'ramiz bo'lmasam. Mana ketdi. Bir necha marta bo'lar ekan.
Вот я бы Birinchi показал, martasiga как надо. Maqtalandim. hali shunchaki ketyapti. Nima qilmang? Bir onasi shunchaki tekshirishga ketdi. Sizlarda bet. Sizki. Yomon bo'ladi. To'qcha ayollar. To'qcha. Hop, hali bir marta bo'ldi. Да бей ты уже! Onasi keldimikan? Da, kelibdi. 2 Иду. boryapman. Ketayotgan vaqtim jirinlaksa-chi, nima Пас, bo'larkan? давай! Uy! Sezdi. Och, iltimos chiqib ketay. Yuguryapti. Mana tekshir. Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Qo'shiq aytib, ish qilamiz endi. Onasi ham ko'rolmaydi-da bizni. Посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он... Joyiga bitta zo'r qo'shiq qo'yaman, qarab turdim hali. Давай! Betim bezrab turadi. Oyog'ing kirib ketsin. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду Нормально. проведать. Men seni tekshiraman deb qo'ydim. Hop do'stlar, mana shu bag'ni baribir sinab ko'ramiz. YouTube'da ko'rganimda o'xshagandi, lekin hamma narsa ham o'xshamaydi. Idu, boryapman. Давай. Ну же! Ochmaydi. Просто qarab qo'yadi. Sezdimi deyman, a? Да забей ты уже! Sezdimi deyman, a? Qadam tovushi. Bo'ldi. Do'stlar, kirib ketdi. Da, точно kirdi. Endi yana 2 marta bo'ldimi? Mayli, yangi hisoblaylik. Сейчас выйду. Hozir boryapman. Уже yuguryapti onasi. Asab bilan ochadimi? Yo'q, ochmas ekan. Yana kiramiz. Какой смелый. Kim men bilan hazil qilyapti, deyaptimi shuni. Ну! Ай! Hop, 3 martami bo'ldi-da. Xudoyim, shu otasini hojatxonaga borgisi kelmay tursin. 1 минуту. 1 minut. Oo. Гол! Yo'q, hali ham ochmadi. И кто это был? Bu kim edi? Hop, kutamiz. Ikkinchi bakka sal ko'p vaqtimiz ketyapti. Shu yo'l bilan qochamiz. Обязательно mana shu yerga kelib olishim shart emas. Men veroq tursam. Вот я бы показал, как надо. Uy, уже baqiryapti. Ya asab. Yo'q, hali ham ochmadi. Ochishini kutamiz, baribir. Да. Yo'q, bu yerga yashayman deganim. Yuribdi. Ай! Ай! Qachon hali otasini anosi segiz kelmayapti. Yaxshi. Tasavvur qilyapman reaksiyasini. Ochdimi? Ochsin.
Yo'q. Halim ochmadi. Uje ana ikkita bolaga vaqiryapti. Kim meni ustimdan kulyapti? U otasiga xat kelganini zo'rlaydi. Ma'lumot uchun hozir otasi sevgim kelyapti desa, men bu tualetga yo'q. Har safar kuchayapti-da baqiradi. Och bitta ko'r bo'ldi. Достаточно так пойдет планет света. И anaga gul qo'yishga bir. Hop. Onasi gullarga suv berishga ketdiman dedi. Bu vaqt ichida aytdim-ku, Пойду схожу в туалет. tualetga borgisi kelib qoldi otasini. Bu vaqtda lekin onasi anaga ketyapti. Uyga yoki kranga. Baribir qochamiz do'stlar. Ana ikkita xiyonatkorning yoniga boramiz. Qish faslida lekin personajimizda yomon haftada. Birinchisi o'xshadi, birinchi bagimiz. Endi ikkinchi bag edi. Bu. O'yin yomon kuttiryapti, lekin baribir aytgan ishimni qilaman men. O'sha qo'ysa yaxshi, o'sha. Otasi tekshirib ketish kerak. Hozir qaytayotganda xonasiga. Ha, kelyapti, tekshirsa kerak. Вот я бы показал, как надо. Bo'ldi. Duo ko'rib o'tiribdi. Ну и... Даже дверной звонок издевается. Onasi qaytdi uje. Da, xonasiga qaytdi, oshonaga. Endi men yana bir marta necha marta bo'lganini bilmadim lekin. Ochdimi? Yo'q, ochmadi. Пойду проверю, учит он руки или нет. И А? Гена! Давай бегом на помощь! Наш сын куда-то делся! qochdik, bola, qochdik. Нужно только создать Qaranglar, yana bitta vak bor. Ana hozir sinab olamiz. Voy. Oxirgi imkoniyat. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Do'stlar, oxirgi imkoniyatimiz. Iloji boricha yaxshi bo'lib o'ynashim kerak. Taxta. Chunki hozir nima qilamiz? Nima deydi? Ro'lalik. Men koni yoniga boraman, qara. Qizni javobini bera olamiz birinchi. Bolaga keyin basharasiga tupuramiz. Ke. Chuydik, ke. Sipirim ketamiz. Yo, shunga baqiradi. Qochib keting deb. Meni otasi yadi. Shunga baqiradi, qochib keting deb. O'tgan videoda eslaringda bo'lsa, ana hojatxonani tozalayotganimizda o'shani kallasiga shivab olganman. Eslaringdami? Hozir oyog'iga qism nima bo'ladi? Yo, o'sha nima bo'ladi? Qo'y tinchini. Kirib ketdi-ku. Topda bo'ldi. Вот же дураки. Bo'lmadimi? Qildim-ku. Ey xudo.
получается. Ha, Давай, bo'ldi. бегом Rahmat. за учебник. Boyagini davomini qilamiz degani. Faqat birdaniga shunday holimga qochaman. А ну иди сюда! Iltimos. Ах, Va. ты что, совсем тупой? Ха! 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 Bu nima? Hozir bizga WhatsApp o'yini sevgan qizning do'sting bilan uchrashib, mazza qilib o'ynab o'tir. Ana, yutqazganing uchun tabriklar o'ynayapti sevgan qizi. Andrey. Ana qaranglar. Ana gitarani qaranglar. O'sha hali bularni chiqarmagan o'yin. Lekin chiqarish kerak. Keyin boyagi bug'ni ham bir marta sinab ko'rgan bo'lardim. Ha, boyagi bug'ni ham bir marta sinab ko'ramiz. Do'stlar, hozir praktika rejimiga qo'ydim. Ota-onasi adashmasam tegmaslik kerak. Do'stlar, bironta funkmi, biron narsa qo'yib qo'ysam bo'lmasmikan? Хочу жить свободно. Mana teginadi ikkamizga. Da, tegmaydi. Chunki praktika rejimi bu. Одну минуту. Mana qaranglar, asta boryapti birinchi. Asta. Да забейте уже! Oching mana ham, oching iltimos. Кто это был? И кто это был? Ha, Bill. Yana bir marta. Qaytitganda. Иду. Ishi. Yana qaytardik. Давай, 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 давай! Bunda sanasak bo'ladi. Hali ikkinchi marta boryapti. Hozir ikkoving yoniga borib, ko'zingni yo'yib olaman men sen ikkovingni. Yo'q. Ай, вот как. Одну минуту. 1 minut. Yuguring. И кто это был? Kirolmasa. Сейчас. Otasi ham oxiri va deb ana qo'ydi. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Yaxshimisiz? Yana qilamiz. 3 martami 4 martami bo'ldi. Bir baqirdi, yomon baqiryapti lekin. Ух, я вам дам. Сколько можно? Qanchalik mumkin deyapti. Bir 18 marta qilsa bo'ladi. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Keyin kiring tezroq. Ой, ужас. Yo'q, hali ham bo'lmadi. Ochmayapti. Kutadi. Кто это тут такой Такой смелый? men ustidan kulyapti deyapti. Сколько можно? Qanchalik mumkin? Oching qochaylik. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Otasini gapirtiraylik. Ух, я вам дам!
Дима! Baribir uni qilamiz. Nima deydi? Baribir mana shu bagni o'xshatamiz. Keyin necha marta uni o'qiganimni kommentariyaga yozib qoldiring. Hozir men sanamayapman. Onasi necha marta borib keldi и nechinchisida eshikda ochganini aytinglar. Albatta hammani fikrini o'qiyman va ответim qaytaraman. Yo'q, qayli, shuni ham ochmaydi. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Fu. Hozir ikkovini yoniga borish kerak. Кто это тут такой смелый? Bir ochmoqchi bu. Da, ochibdi, to'xtanglar. Hozir endi ochish kerak. Hozir endi ochish kerak. Voy, reklama berar ekan. Я вам дам. Yomon asab buzilyapti, ishoninglar. Vashi. Birov shunday o'yin qilsa. Oching endi, iltimos. Mana qursa qolsa ekan. Нет слов. Даже дверной звонок издевается. Кто это тут такой смелый? Dahshat baqiryapti, ishoninglar. Yana bir marta. Yo'q. Ochmayapti. Достаточно! Вот же дураки! Otasi nimaga reaksiya bildiryapti, nima gapiryapti? Mana bu ana do'stlar, biz kutgan kunlar keldi, ketdik. Ana ikkita xiyonatkorlarning oldiga. Ketdik. Yaxshi uyatsizlar. Это что еще такое? Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут никого нет! Uyat bormi menga qara? Извините, но это мы не знаем. Мы тут уже час играем и никого не трогаем. Bo'ldi, bor yo'q, А oramiz ochsa. смотрите мне! Sen bilan-da kalbosh, maktabga gaplashaman, qarab tur. Kalliginchalik. Kalli demanglar, u ham Xudo bandasi. Yoshiga gugurt to'ydan yondirib qo'ygan kallasi. Ketdik. Bo'ldi, qochamiz do'stlar. Stop, to'xtanglar. Baliqchini anosi ham bor. Bilsalaring. Uyi baliqchini. O'sha yerga borsak-chi? To'g'riga, mana bu ko'lga. Qarchi o'sha yerga boramiz. Hop. Ko'l chiqish kerak, adashmasam. Da bechi уже. Ancha uzoqlashdim lekin. Xudoim ko'rmasa bo'lib chiqib qolmasin yoki uyidan ana bo'lmasin-da. Nima deydi? Uyiga spam qilmasin bizni. Vaqtcha katta ekan. Praktika rejimdagi. Ana she'rlargacha borasan. Keyin kommentariyaga yozinglar. Keyin video nima haqida bo'lsin, qaysi o'yinni chiqaradi. Horror Tale necha martadan beri mana shu nima deydi? Hayolimda turibdi, o'ynamoqchi bo'lyapman. Keyin boshqa o'yinlarim chiqib qolyapti baribir. Lekin albatta uni o'ynab ko'ramiz. Qirg'iga chidagan 41ga ham chidaydi. Boramiz. Yo, adashimni ko'l chiqish kerak edi-ku. 8 migratsiya. Bizni qidiryaptimi o'zi? Biz esa qochyapmiz. Shuncha yurdik, oxir nima ekan?
Shunaqa joyi ham bormidi? Ya. Qayer o'zi? Bu yer. Qorong'u. School bo'yin shunaqa joyi ham bormidi? Hozir biz qayerdamiz? Escape'dami? Mana bu lekin ashi dahshat joy bo'ldi. Endi qayerga boraman? Labirint bo'lib yotibdi hamma joy. Majbur chaqab qo'ygan yo'ldan. Mana bu nima? Ya. Do'stlar, endi ham o'yindan chiqib ketishim kerak. Qayerdan keldim? Qarchi mana bu. Yo'q, bu emas. Mana. Yaxshilab eshitinglar ovoz. Ko'ryapsizlar? Eshityapsizlar? Ana maxluq bor-ku, narsa yapti. Endi bu bilmayman kimni yoki nimani yapti. Yoki qadam o'zi. Qadam tovushi. Senga yaxshi qaram qo'ying. Ozman bo'lsin kerakdi. Yo, lütfen oyundan çıkamam. Ben şeride videonu to'xtataman. Ovoz balandlashyapti. Ovoz balandlashdi. Maxluq keldi yonimizga. Escape bo'lib ketdi lekin. Balkim horror degan rejimi bor edi. O'shandan ko'p ozroq vaqt berganmiz. Lekin maxluqlar ishlayapti. Xo'p do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Ko'rdilaring, mazza qilib dam oldlaring degan umiddaman. Praktika rejimiga qo'yib sizlarni sinab ko'ringlar yoki qo'shmoqchi bo'lsalaring, lekko yoki shunaqa narsaga qo'yib iloji boricha vannaga, keyin ota-onasi tekshirmoqchi bo'lganda xonasiga qo'yinglar. Yana qaysi o'yinlarni yozing, kommentariyaga qoldiringlar. Sizlarni Red Dream edi. Mayli, o'zlaringiz ehtiyot qiling, sog' omon bo'linglar.